Sizlarga hozir jahon bozoridan ham arzon narxda bo'lgan Turkiya uslubidagi stol stullar topib qo'ydim. Bitta obzor qilib beraman. Bu klassika bo'lgan stol stulni bitta mehmonxonaga qo'ysangiz, xudolaringiz voydodda boradi-yu. Xuddi shunaqasini turetskiy uslubdagidan yana ikki xili ham bor ekan. Hojona oshxonada keliningizni qo'lidan mazza qilib choy ichib o'tiradigan shunaqa turetskiy uslubda bo'lgan millilikka alohida urg'u berilgan stol stullari ham bor ekan. Hojonajon oshxonangizni mebelini rangiga birga bir qilib shunaqa milliy qilib ham yasab berishar ekan. Agar siz jam millilikka toqatingiz yo'q u Yevrostilga qiziqsiz, Yevrostilda ham 100 xildan ortig'ini tayyor qilib yasab qo'yishar ekan. Bu yerda birinchi qo'l bo'lib sexni o'zidan o'zingizni didingizga qarab xohlagan uslubingizda chiqarib berar ekan. Ha, vodiy bo'ylab dastavkasi ham tekin ekan. Bu mebelni stiliga qarab narxi 1,5 ming, 2 ming ekan deb o'ylamanglar. Ataga donaga 8 million so'm qilib berishar ekan. Agar optim magazinlarga zakaz qilib olsalar, undan ham narxini o'tib berishar ekan. Bunaqa narx realniy yo'q qizlar. Aynan sizning didingizga ma'qul keladigan barcha xildagi stol stullarni 3 kundan 7 kungacha yasab, uyingizga yetkazib berishar ekan. Dastavkalari yana bir bor aytaman, bepul ekan. Shunaqangi xil assortimentda bo'lgan eng oxirgi trenddagi stol stullarni yasatish uchun ushbu telefon raqamlariga murojaat qiling. Bu yerning manzili Farg'ona viloyati Quva tumanining Orboy mahallasida joylashgan ekan. Gazini berib zakaz qilaverasizlar.